Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun ko'chada yurar ekanman. Avval ko'p uchraydigan holatimiz, ya'ni ota-bobolarimiz boshidagi milliy do'ppilar, onalarimiz va xolalarimiz egnidagi milliy adras va atlaslar yo'qolib borayotgandek. Bu narsa bitta savolni yuzaga chiqarmoqda. Nahotki bugungi avlod, bugungi millat o'zining tarixini, o'zining milliy qadriyatlarini unutyaptimi? Nahotki biz o'z milliyligimizga befarq bo'lib qolyapmiz. Tarixni unutyapmizmi? Mana shu yerda biroz adashdik do'stlar. Demak, hali milliylik o'lgani yo'q. Chunki milliylik qalbimizda, dilimizda, yoshlar orasida, yoshlar qalbida hamon yashamoqda. Bu so'zimni isboti maqsadida marhamat, qani ketdik. Ketdik. İpekleri tilladan, İpekleri demeyin zar tilladan. Gülao dersem gülleri gel, Gülao dersem gülleri gel. Gözün alır bezekleri tilladan. Men adashibman. Milliy do'ppi faqat o'tmishda emas ekan. U mana shu yoshlarning qarashlarida, kiyinishlarida yashayapti ekan. To'g'ri. Milliy kiyimlarda millat qadam yashaydi. Hurmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alhamdulillah qadriyatlarimiz qalbimizda. Bu do'ppi shunchaki bosh kiyim emas. Bu bizga bergan tarbiyangiz qadriyatidir. O'zbekda do'ppisiga o'xshash biror bir millatda yoki dunyoda bosh kiyim bormi? Yo'q, albatta. Hammaning o'zini nimasi bor ekan? O'zida ust-boshi bor ekan, milliy kiyimlari bor ekan. Demakki, bunga e'tibor berishimiz albatta kerak ekan. Zeroki oddiygina shu do'ppi orqali siz ming yillik buyuk tarixingizda, buyuk insonlarda, buyuk allomalarda avlodi ekanligingizni, ularda o'shalarda an'anasini davom ettirayotganligingizdan nishonadir. Gülao dersem gülleri gel, Gözün alır bezekleri tilladan. Gözün alır bezekleri tilladan.